Uni hozir ko'pchilik bir ko'rishda tanimagan bo'lishi mumkin, ammo bundan 13 yil ilgari deyarli barchaning tugmali telefonlarida uning videolari bo'lgan. Shahrixonlik yigitchaning Ronaldo bilan bir maydonda ko'p-to'k tepgani esingizdami? Oradan yillar o'tdi, ammo u o'sha davrlarni ko'p eslash yoqmasligini aytadi. Xatolar bo'lganini ham tan oladi. Nima desa bo'ladi, o'zimda ham ayb ko'p bo'ldi aka. Ziyofatlar ko'p bo'lib ketdi. Ronaldo bilan ko'rishganim, u bilan o'tirganimiz, u maydondan chiqib ujum qilganimiz, ularni ko'p eslamayman. U futbolni tark etgan 6 yil avval. Buning ham o'ziga yarasha sabablari bor. Asosiysi men Lokomotivda qiynalganman aka. Nimadan? Shu moliyaviy darajadan, puldan, yeb ichishdan hamma tomonlama qiynalganman aka. Kerak bo'lsa 1-2 kun ovqat ham yemagan paytim ham bo'lgan. O'shanda ham millionlar o'yiniga mehri u qadar bo'lmagan. Sohasini unutdi-yu, ma'lum vaqt ichida o'z bizneslarini yo'lga qo'ydi. Andijonda do'konim bor. O'zimizda Sharxonda do'konlarim bor aka, 5-6 ta. Shohjahon ismini Muhammad Umarga o'zgartirgan yigit o'tmish qiyinchiliklarni ko'p eslaydi. O'zingizdan ham orttirib kimni yaxshi ko'rasiz deb bergan savolimizga javob qaytardi.